Saodat asri qissalari. Yana Salmon Mosulga bordi. Rohib tavsiya etgan odamni topdi. U ta'rif etilganidek samimiy inson ekan. Keyin u ham o'lgach, uning tavsiyasiga ko'ra Nusaybinga ketdi. Nusaybindagi rohibning qazosi yaqinlashgach, u Salmonni Anadoluning Amuriya shahrida, hozirgi Amirdog'da yashovchi bir tanishining huzuriga jo'natdi. Shu tariqa bir necha marta boshpanasini o'zgartirgan Salmon ularni ham topdi. Bir rivoyatda naql qilinishicha, Anqaraning bir kalisosida ushbu kaliso Hoji Bayram jome masjidi yonida hali ham mavjud. Boshqa bir ruhoniyning xizmatida 10 yil qolib ketdi. So'nggi marta Amuriyada xizmatini qilgan ustozini juda yaxshi ko'rib qolgan, unga ixlosi baland edi. U ham boshqa din arboblari singari o'z maslagiga sodiq, haqdan boshqa so'zni so'zlamas edi. Salmon uning panohida diniy vazifalarini bajarar ekan, ozroq mablag' ham orttirdi. Qo'y, echki, sigir sotib olib boqdi. Biroq muqarrar ajal bu ruhoniyning ham eshigini qoqib keldi. Salmon endi nima qilishi kerakligi, kimning huzuriga bosh urib borishini undan ham so'radi. Ruhoniy ohista gap boshladi. Ey Salmon, zamon juda o'zgarib ketdi. Yaxshi odamlarning ko'pi o'lib ketdi. Endi shu bepoyon dunyoda seni omonatga tashlab ketishga arziydigan odam ham qolmadi. Bu so'zlar Salmonning ko'nglini cho'ktirdi. Ko'zlarida yosh qalqidi. Biroq ruhoniy hali gapini tugatmagan edi. Ovozi xirillar, gapirishi ham tobora qiyinlashib borar edi. Bir oz tin olgach, lekin ey Salmon, Allohning so'nggi payg'ambari keladigan kunlar juda ham yaqinlashib qoldi. Ismi Ahmad Muhammaddir. Bu payg'ambar Tihoma taraflardan haram xalqining orasidan chiqadi. İlk qiyinchiliklarga o'rganadi. Hurmozor bir shaharga, meningcha Yasribga ko'chadi. Bu payg'ambar sadaqa olmaydi. Hadyani qabul qiladi. Orqasida 2 ko'rak, suyagining o'rtasida payg'ambarlik muhri, belgisi bo'lish kerak. Ruhoniy yana jim bo'lib qoldi. Og'ir nafas ola boshladi. Peshonasida ter tomchilari hosil bo'ldi. Salmon pirining manglayidagi terlarini artdi. Og'ziga bir necha tomchi suv tomizdi. Endi bu payg'ambarga yetishishga umidim qolmadi. Agar sen uni topa olsang, darhol unga iymon keltir. Uning fikrini tasdiqla. Uning yo'liga kir. Buyurgan hamma ishlarini qabul qil va astoydil bajar. Salmon bu so'zlarni zo'r diqqat bilan tingladi. Xuddi xazina topib olgan kishidek suyunib ketdi. Shundan keyin bu payg'ambarning amri farmonlariga qay darajada quloq tutishi kerakligini bilib olishi uchun so'radi. U payg'ambar dinimizni tark etishni buyursa ham bajarishim kerakmi? Ha, hech ikkilanma. Chunki uning har bir gapi ayni haqiqatdir. Allohning roziligi uning amrini bajarish bilan barobardir. Buyuk Alloh jo'natgan har bir payg'ambaridan Muhammadning zamonigacha yashagan taqdirda unga iymon keltir va unga yordamchi bo'lishlari to'g'risida va'da olgan.
hamma payg'ambarlar ham ummatiga eng so'nggi payg'ambar bo'lgan Ahmad Muhammadni vasiyat qilgan. Uning atrofi, uning ummati o'laroq to'planishni buyurgan. Bu suhbatdan keyin ko'p o'tmay ruhoniy vafot etdi. Salmon Amuriyada yana bir muddat qoldi. Bir kuni savdo sotiq ishlari bilan Onadolga kelgan va endi o'z yurtlariga qaytayotgan Qalb qabilasining karvoni haqida eshitdi. Salmon bor budini yig'ishtirib, ularga berish evaziga o'zini Haram vodiyga olib borishlarini so'radi. Sigirlari-yu echkilarini ularga berdi. Shu tariqa yo'lga chiqildi. Biroq Vodiyul Quro degan joyga yetganlarida qalbliklar so'zlaridan qaytdilar va uni qul qilib bir yahudiyga sotib yubordilar. Salmon atrofida xurmo daraxtlarini ko'rib, ruhoniy ta'riflagan joy aslida shu yer bo'lsa kerak deb o'yladi. Ammo unday emas ekan. Keyinroq Qurayza qabilasiga mansub xo'jayinning amakivachchasi bo'lmish boshqa bir yahudiy uni sotib oldi va birgalikda Yasribga jo'nadilar. Salmon qul bo'lish evaziga bo'lsa ham borgan yeri ta'riflagan joyda uyg'un ekanligini ko'rib g'oyat quvondi. Buyurilgan ishlarni bajonidil bajarib, ruhoniy kelishidan xabar bergan buyuk payg'ambarni kuta boshladi. Assalomu alaykum qadrli muxlis. Siz uchun tun-u kun harakat qilamiz. Sizlar uchun mana shunday ajoyib dinimiz, payg'ambarimizning tarixini yetkazib berish uchun sa'y-harakatdamiz. Iltimos befarq bo'lmang. Albatta videoga like bosib, boshqalarga ham tarqatib, boshqalarga ham yetib borishiga yordam qiling. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Albatta biz javob beramiz. Siz bizdan faqat yaxshilik qoladi. Yaxshilikka qilingan harakat eng yaxshi harakatdir. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.